Marhamat azizlar, davramizda hammalarimiz intiqib kutgan kelin-kuylarimiz tashrif buyurdi. Hozir mana shu davramizda kelin-kuylarimizni taklif qilamiz. Marhamat. Toylar mübarek, dost cemare, toy alemi arsın, bendireceğim mehene yâre, kaldırılacağım boya. Şkımtiye yar ki aydın yemem yar ki kör yar gel hikaye ya. Rahmat. Qo'shaqarib baxtli bo'linglar. Yurtimizdagi eng baxtli oila bo'lib, shirinda shakar farzandlaring ota-onasi bo'libdilar. Rahmat. Azar kelin-kuylarimizni gulduros qaseklar bilan kutib olamiz. Oho! Rahmat eşiğim başına ya aşkım İşki akıya Ulan iki yıl maya
canım Toy alem olsun Bendirleş yavrum Kaldırılacak Boya yavrum Toylar 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 mübarek Ey yaşang rahmat rahmat Ağabekjon uka tabriklaymiz ilohim shu qo'shiqingiz bilan qo'sha qari baxtli saodatli bo'lib hammalarimiz havas qiladigan bir chiroyli oila bo'lishingizni yaratgan egamizdan chin dildan niyat qilib so'rab qolamiz azizlar agar qo'llaringiz bo'sh bo'ladigan bo'lsa ina shu bir-biriga yarashib turgan ukalarimizni yana kelin-kuylarimizni baxtli bo'lib qo'sha qarisin o'zlaridan ko'paysin bizlar ham yetkazsin shunday kunlarga deganlar bitta gulduros qasaklar bilan shu ukalarimizni alqishlab qo'yamiz rahmat Assalomu alaykum. Bugungi chiroyli davraga tashrif buyurgan bir-biridan ulug' qadamlari qutlug' bo'lgan Tangri taoloning suyukli zotlari, hazrati insonlar, ajoyib shodiyonaga, qutlug' ayyom fayzi davraga, Amur Temur nomli tantanalar saroyida jo'sh urayotgan qutlug' ayyomga elimizni xonadonni ajoyib shodiyonalarga xush kelibsizlar. To'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, yor birodarlar, aziz kudayu kudag'aylar, davonlar oshib, yaxshi niyat istaklarni qalbiriga jo qilib, bir o'zbegim farzandlari to'yiga bir Allohim nazar ichgan o'zbegimning xonadonlariga, o'zbegimning yaxshilariga tashrif buyurgan yor birodarlarimizga xush kelibsiz, qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin deymiz. Bugungi ajoyib shodiyona. Dadaxon ozgina chiqib qo'ying. Bugungi shodiyonani qutlug' ayyomni albatta sizdek aziz insonlar bilan baham kirayotgan ajoyib insonlar. Demakki, xonadonni bugungi shodiyona bilan chin dildan samimiy qutlaymiz. Mana bugungi shodiyona qutlug' ayyom go'zal davra barchangizga muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin. Ajoyib shodiyonalardan boshlaringiz chiqmasin butun. Demakki, biz xonadonni shodiyona bilan, go'zal davralar bilan mana shunga xonadonni, sizlarni ajoyib to'ylar bilan samimiy qutlaymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Qutlug' bo'lsin, xonadonlaringiz to'yxona bo'lsin. Piru badavlat otajonimizni, Karimboy boboni, Komiljon boboni, Zulfiya momoni ajoyib to'ylar bilan chin dildan samimiy qutlaymiz. Ilohim tanijonlaringiz sog', umrlaringiz uzoq bo'lsin. Mana shunday quvonchli kunlardan boshlaringiz chiqmasin. Assalomu alaykum. Fayzi to'y davramizni to'ldirib o'tirgan qalbi iymon, xulqi islom, qadri cheksiz, qalbi cheksiz, Rabbisi Rahmon, dasturi Qur'on, vatani jannat, qo'shnisi Muhammad, yuzlarda nur arimaydigan munis onalar, muhtaram opa-singillar, xush kelibsiz, qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Bugungi ayyomlar, farzand to'ylar boshlagan kelin to'ylaringiz muborak bo'lsin deymiz. Demak, hurmatli mehmonlar, yana bir bor ajoyib shodiyona bilan barchangizni chin dildan samimiy qutlaymiz. Ajoyib to'ylar xonadonga yana bir bor muborak bo'lsin. Odilbek aka, Nodirajon opaslarni to'ylar bilan qutlaymiz. Mana shunday quvonchli kunlardan boshlaringiz chiqmasin. Farzandlarni baxt kamolni ko'rib o'tirishni yaratgan Allohim nasib aylasin. Chiroyli shodiyonalar esa muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin. Butun og'a-ini, qavm va qarindoshlarni chiroyli to'ylar bilan qutlaymiz. Ikromboy aka, Sharifa opa muborak bo'lsin to'ylar. Albatta biz Muzaffarjon akamizni va albatta Zavrajon opamizni shodiyonalar bilan qutlaymiz. Xonadonlar esa to'yxona bo'lsin, chiroyli shodiyonalardan boshlaringiz chiqmasin. Bugungi ayyomlar bilan barcha Rahmonov rasulullohni muborak bo'd qilamiz. Boshlagan farzand to'ylaringiz, boshlagan kelin to'ylaringiz muborak bo'lsin deymiz. Karimboy otajonimizga, Go'zodaxon onajonimizga, Komiljon akamizga, Zulfiyaxon opajonimizga nevara to'ylaringiz muborak bo'lsin deymiz. Yelib xizmatda yugurib birgan ulug' otalarimiz bor davramizda. Ulug' otalarimiz Ikromboy akamiz, Muzaffarbek, Quvonchbek ulug' otalarimizni bugungi ayyomlar bilan muborak bo'd qilamiz. Boshlagan to'ylaringiz
to'ylaringiz o'ng bo'lsin deymiz. Odilbekjon akamizga, Nodiraxon opamizga farzand to'ylaringiz, kelin to'ylaringiz muborak bo'lsin deymiz. Demak, ajoyib to'ylar, qutlug' ayyomlar bilan sevimli ammajonlarni qutlaymiz. Ziyoda ammajonlariga, Sardorbek kuyovlarga to'ylar muborak bo'lsin. Dilfuzaxon va albatta Alloh yor sizlarni to'ylar bilan qutlaymiz. Dilafruz, Baxtiyorjon ajoyib to'ylar sizlarga muborak bo'lsin. Butun silolani, qavm va qarindoshlarni, yaqinlarni ajoyib to'ylar bilan samimiy qutlaymiz. Doijonlarni, Temurbek, Valijon doijonlarni, oila a'zolarini to'ylar bilan qutlaymiz sevimli xolajonlariga. Albatta Nargiza, Saida xolajonlariga, oila a'zolariga ajoyib to'ylar, shodiyonalar muborak bo'lsin. Quvonchli kunlardan boshlaringiz chiqmasin. Xudojonlarimizni, Mahsubiy akamizni, Muhayyo opamizni, ular boshchiligida butun xudojonlarni ajoyib to'ylar bilan samimiy qutlaymiz. Xudojiligingiz abadiy bo'lsin, chiroyli to'ylar, shodiyonalar barchangizga muborak bo'lsin. Bugun 2 yoshning baxt oqshomida yor sadolari yayrasin doim. Go'zal katta hayot astonasida hayotingiz nurga to'lsin ilohim. Pok niyat, oq ko'ngil, oq libos kiygan qadamlari qutlug' kelin muborak. Bir so'zli alfqomat yorini sevgan belida bel bog'li kuyov muborak. Duoga qo'l oching onajonlarim. 2 yoshning hovlisi bolaga to'lsin. Fatima Zuhra yu Hasan Husanlar 2 yosh hovlisin to'ldirib tursin. Karnay surnaylarning yor sadosi ona allasiga ulanib ketsin. Farzandlar ulg'ayib, kamolin ko'rib, ilk bola porlasin, murod kelsin. Mana shunday yaxshi niyat istaklar ila ikkilashga baxt tilaymiz, baxtdan nuramas taxt tilaymiz. Kelin kuyovlar baxtli saodatli bo'ling, qo'sha qaringlar, to'ylaringiz muborak bo'lsin. Mana shunday qutlug' ayyom, go'zal davralar barchangizga muborak bo'lsin. Bir-birlarga yarashib turgan kelin kuyovlarni biz albatta chiroyli to'ylar bilan, qutlug' ayyomlar, baxtli quvonchli kunlar bilan samimiy qutlaymiz. Og'abek, sevgan yoringiz bilan baxtli saodatli bo'ling jonim. Qo'sha qaringlar, yangi O'zbekistonni eng baxtli oilalardan biri bo'lishingizni yaratgan Allohimdan so'raymiz. Rahmdil, mehribon Allohimiz kelgusida sizlarga solih va soliha farzandlarni ato qilsin. U ana o'sha solih va soliha farzandlarni mehribon ota-onasi bo'lib yurishni Allohim nasib aylasin. To'ylaringiz muborak bo'lsin, baxtingizga ko'z tegmasin. Men baxtliman degan oilalar sizni baxtingizga havas bilan qarasizlar. Bu to'ylar qayerdan paydo bo'ladi? Bu shirin didorning sababi nedir? Axir sizga bu duogo'y bobolar bo'lmasa, duogo'y mamolar bo'lmasa, oriyatli otalari bo'lmasa, ko'kragida o'qsit bergan onalari bo'lmasa, qayerdan kelsin bu tinchlik, qayerdan kelsin mana bunday qudratli vatan? Mana shunday tinch osoyishta qudratli vatanimizga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. O'zbekistonimizga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Azim Pitnak ulug' pillar ellarga mana bunday to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Barcha Alloh bergan ovlar, Rahmonovlar sulolasiga esa bugungi ayyomlar boshlagan farzand to'ylaringiz, kelin to'ylaringiz o'ng bo'lsin deymiz. Albatta, hurmatli mehmonlar, o'tganlarni yod aylaymiz, ruhlarni shod aylaymiz. O'tganlarning ruhlari shod, oxiratlari obod bo'lsin. Albatta, bugun davramizda o'zlari jisman ishtirok etmayotganlar bo'lsa-da, ruhan ishtirok etib kelin kuyovlarga baxt va saodatlarni tilayotgan Nazira momoni ruhlari shod bo'lsin. Umidjon doijonlarning ruhlari shod, oxiratlari obod bo'lsin. Barcha o'tganlarni Tangri taolo g'aribi rahmat, shoistai jannat aylagan bo'lsin. Davraga tashrif buyurib kelin kuyovlarga baxtlar tilab, xonadonni chiroyli to'ylar bilan qutlayotgan sizdek aziz insonlarning xonadonlaringiz esa to'yxona bo'lsin. Va bugungi fayzli kechamizni ochib berish so'zni Rahmonovlar sulolasining bugungi ayyomlar kelin to'ylar bilan muborakbod qilib, elimiz ishlarida kamar basta bo'layotgan davramizda Rahimboy otamiz bor. Shodiyona fayzli kechamizni ochib berish uchun elatimiz darg'ardan Rahimboy otamizni ezgu tilaklarimizga taklif qilamiz. Bugungi ayyomlar to'ylar muborak bo'lsin, qadamlaringiz qutlug' bo'lsin. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli to'y qatnashchilari, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Mana bugun Odilbekning oilasida
Kudalardan ailesinin en bir kuvvetli günü. Adilbek oğluna uylantirip, yaxshi bir tertip, intizamlı ailelerimle kuda bulup gelin çürüp, halkımızda şunday bir acayip, Emir Temur toyxonasına teklif kılıp, yine dershane yazıp toy beriyatır. Adilbek seni, dayılarını, atan Kerimboy jiyendi ailesini, Nadire kızımızın ata inesini, aynı kardeş tuğallarını, hemmelerini gelimine tebrikliyim, kudalarda kiyomine tebrikliyim. Kelin kevler nikah toyumuna, şahsen özüm namından, şu toyga katnaşkan, berçe halkımız namından çildiden tebrikliyim, uzak ömür aile baht diliyim. Şu bahtaylardan biri bu gaylar. Gelinlik hizmetleri bir gay, kudaçılıkları ebedi bu gay. Kiyo balamının gelin, koşa karı gaylar, yıldızları yaraşkay, istegen şey perzent koy gaylar. Indi şuylardan bırak, oğulma kızma perzenti bulgay. Adilbek seni kudalardı, ahtık mına tebrikleş, hemen nasip bulgay. Şu kudayın 5 toydam, şu toyxanada, şu birgelikte tebrikle oturmak, hemen nasip bulgay. Hemen üylerde şunday toyla bulgay. Toyumuza açık merhamet, adınıza koygan naz nimetlerden içi bir oturabilirsiniz. Toyda tertip, intizamlı bir oturali, şu toyumuzun ne feyzli, yaxşı keyfiyetme oturuş maksadda, özünün eşirlerinin halkımız nazarıya çıkan, tomanımızın baş ertisi kalanda, Xuda şükür Qabuz başçılığında, Qabuz'dan bakır, bir gruppa ersler teklif kılıngan, merhamet tamaşa kılınlar. Toy davresini yine acayip diktillerimiz, intizar kızımız, Ulugbek Apparadı, stüdyo kellikti binem tasvir danışta Ahmet Tiliman, itibarlarına çok rahmet, sağlam bulunlar. Ne almay tur. Şimdi şöyle bir aytılıktan Müslümançılık nesi var? Yine kelin kevler, ballarımızı üylentiremiz, kızlarımız çağıramız, dikkat bana işittirirler. Doğru indi, doktordan ötüş gerek, nikah güvenam alış gerek, asan, kadın indi şerri nikah buladı ahır. Şunu, şurada yine baş imamımız var Pitnek'te, ama başka illege bari bürmey, yine şuna barıp şerri nikah kıydırırlar. Yukarıdan teşkilatlardan iltimas buldu. Köbeli yağın neler şerge varadıken. Havuzda baş imamımız var. İtibarla çörekmet hemen indi toyla vurgay. Sağ olunlar. Yani indi şöyle bir Ürgeç'ten gelen bir yine bir kudalar kardeşler var. Ama Şevket Atacan Kudaşgürt'ün şagirti. Ben bir de televizyonda suvara sıfasında köp görgen ben. Şu Kudaşgür. Bir şu bir cüp eşirlaytıp beradı suvaradan. Ana indi asan özün yağım ayttım ku. Toy yaşla ki. Şu yağış toydu oyun bana kızdırasan. Ama ertesi kızlar bulsam şu ayal kızlara gelip seni bileme halına. Şu bütün işi devrede en keminde bir saat oynaytasan. Şundurabildin mi? Rahmet et bu Allah için. Selam aşırı et parası atkınday. Selam kalma o kızım. Rahmet. Katta rahmat, rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ezgu tilaklaringizdan hamisha Allohim ijobat aylasin deymiz. 100 yoshlarga kirib, mana shunday o'zbegimning yaxshi kunlarida, o'zbegimning to'ylarida hamisha bosh-qosh bo'lib turishlikni Allohim sizga nasib aylasin deymiz. Uylaringiz mana shunday yaxshi kun, to'yxona, murodxona bo'laversin. Barcha Rahmon avlod sulolasiga bugungi ayyomlar, farzand to'ylaringiz, nevara to'ylaringiz muborak bo'lsin deymiz. Azizlar, bugungi shodiyonani qutlug' ayyomni albatta o'zlarining chiroyli va sifatli xizmatlari ila tarixiy zarbalarga muhlayotgan ajoyib jamoa, eng so'nggi texnologiyalar bilan jihozlangan, eng yorqin ranglar jilosida, eng quvonchli kunlarni tasvirga olayotgan ajoyib jamoamiz.
Milliy media professional video studiyasi ham bugun xalqimizni chiroyli to'yda xizmatlar. Bu insonlarni ishlariga omadlar tilaymiz. Mana shunday shodiyalarga, qutlug' ayyomlarga xizmat qilib hech qachon xormasizlar, tolmasizlar deya yaxshi niyatlarni izhor qilamiz. Hurmatli mehmonlar, albatta sizlarga bugungi shodiyalar qutlug' bo'lsin, muborak bo'lsin. Sizlarni ijozatlaringiz bilan kelin kuyovlarni o'tirishlariga ruxsat beramiz. Og'abek, marhamat, istasangiz kelinchakimizni yuzlariga tortilgan oppoq ro'mollarni olishingiz mumkin. Yana bir bor sizlarga olam baxtlar, nuramas taxtlarni tilaymiz. Shodiyona go'zal davra muborak bo'lsin. Ertakdagi malikaga aylangan bugun kuyov to'ramiz Og'abekjonga sevikliyor qilib saylangan Adolatxon qutlug' bo'lsin to'yingiz. Yarashibdi bugun bo'yingiz. Mana shunday chiroyli kunlarda 2 yoshga baxt tilaymiz, baxtdan nuramas taxt tilaymiz va baxtli kelin kuyovlarimizni shoh sipalarga o'ltirishlarga ruxsat beramiz. Baxtli bo'ling, taxtli bo'ling, serfarzand bo'ling, to'ylaringiz muborak bo'lsin. Hurmatli mehmonlar, bugun sizdek aziz insonlarni xizmatingizda ajoyib bir san'atkorlar jamoasi ham xizmatdalar. Demak, hozir navbatimiz Gavhar xonim, yigit qizlar raqs jamoasiga beramiz. Chiroyli raqslarni tomosha qilamiz. Marhamat. Katta rahmat. Albatta biz Gavhar xonim raqs jamoasi yigit qizlarga alohida tashakkurlar izhor qilamiz. Chiroyli to'ylar, qutlug' ayyomlarda albatta xizmat qilib hech qachon xormasizlar, tolmasizlar deya yaxshi niyatlarni izhor qilamiz. Hurmatli mehmonlar, sizlarga to'yona kayfiyatlarni tilaymiz. Albatta lazzat ortayotgan taomlardan tamaddi qilib, bir-birlarga yarashib turgan kelin kuyovlarga baxtu saodatlarni tilab o'tirishingizni so'raymiz. Ajoyib shodiyonlar muborak bo'lsin. Ana endi xonadonni yaqinlari, qadrdonlari, albatta darg'alari bugun mana shunday chiroyli davraga tashrif buyurib, san'at osmonini albatta buyuk ijrochilari bo'lgan ustozoda san'atkorlarimiz bugun fayzi davraga tashrif buyurib, xonadonni chiroyli to'ylar bilan qutlab, albatta mana shunday jo'shqin davrada ishtirok etdilar. Albatta siz sevgan ajoyib san'atkorimiz
Rahmatli Adajon Xudashkurovni sevimli shogirdlari bugun davraga tashrif buyurib ajoyib kuyu navolarni sizda yoz insonlarga taqdim qilmoqni oldilariga maqsad qilganlar. Hurmat bilan mikrofonlarimizni qarshisiga ustoz san'atkorimiz Shavkatjon akamiz Mavlanovni taklif qilamiz va ajoyib kuylardan, qo'shiqlardan, eng diltortar navolardan bahra olamiz. Ustoz xush kelibsiz. Elimizni ajoyib to'ylari sizga muborak bo'lsin. Mana shunday quvonchli kunlardan, shodiyonlardan boshingiz chiqmasin. Ajoyib davraga, fayzli ayyomga xush kelibsiz yana bir bor. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Aziz to'yimiz qatnashchilari. Avvalambor Odilbek, Nargiza, sizlarga shu kelin muborak bo'lsin. Ikrom, Sharifajon, sizlar ham muborak bo'lsin. Xizmatlari buyursin. 5 to'ylarni ham kelish nasib qilaversin. Hamma o'yinda yaxshi kunlar bo'lsin. Katta san'atkorlar xizmatda bo'laversin. Yana bir bora to'ylaringiz muborak bo'lsin. Kuşun edip kuylarıma sana Senge yoluk muhabbetimle Eller kezip söylerime sana Senge yoluk muhabbetimle Kuşumның alvan beyleri Kıyay bulup zaçerler ziyana beyleri Kıyay bulunca çerler ziyana Tanlar bidar oylarıma sana Senge yoluk muhabbetim Tanlar bidar oylarıma sana Senge yoluk muhabbetim Coşkun dilimle mağlar idin Sen yavrularla kalır edin Coşkun dilimle mağlar idin İnan da sana ilerim ben sana Senge yoluk muhabbetim Dostana ilerim ben sana Senge yoluk muhabbetim Yüreğim
meşel Sadakatin kıyavlik yarım Aşık erkin yüreğin meşel Sadakatin kıyavlik yarım Daim düşüp küylerime sana Senge yanık muhabbetim Kuşun edip küylerime sana Senge yanık muhabbetim Senge yanık muhabbetim Senge yanık muhabbetim Hayallarım aldın beni Köylere saldın beni Hayallarım aldın beni Köylere saldın beni Berbat etip haram ettim Yürekte ağrım çaldın beni Oturamam, oynanamam Tolganaman hem yanamam Senin mavi yüzlerin Hummar hummar sağınaman Hummar hummar sağınaman Osman'ımda umma yedin Halallar yaba yedin Huri meleyler elinde Beni üçün bir ayedin Oturamam, oynanamam Tolganaman hem yanamam Senin mavi yüzlerin Hummar hummar sağınaman Hummar hummar sağınaman Alış bir yıldız sen bugün Tapılmaz gündüz sen bugün İnan da hoş eğlendi Sen bunda kaldın bugün Oturamam, oynanaman Tolganaman hem yanamam Senin mavi yüzlerin Hummar hummar sağınaman Hummar hummar sağınaman Gökyüzümde yaşlarım Ketip bırar berde yaşlarım Gökyüzümde yaşlarım Ketip bırar berde yaşlarım Toplanıp aşık erkinliğe Köngül verin berde yaşlarım Oturamam, oynanamam
mavi yüzlerini Humar humar sana unaman Humar humar sana unaman Humar humar sana unaman Söyle söyle sana kurban bulayım Söyle söyle sana kurban bulayım Aklıma kara gözlerin seni Sana giyenlerle kalkan bulayım Yaktın beni sürücü dillerin seni Ay min kıza vermez ben nazarın seni Aşık olan candan ümidin üzener Geceler uğlamayla levheler düzener Aşık olan candan ümidin üzener Geceler uğlamayla levheler düzener Küllerin içinde garkılap gezener Küllerin içinde garkılap gezer Yaşlı baş bağlı gazların seni Ey min kıza vermez ben nazarın seni Güzeller içinde sen sana talana Gelişimi seyreteli bu bağına Güzeller içinde sen sana talana Gelişimin yaşleteli bu bağına Dünyanıma bul dışına sadaka Dünyanıma bul dışına sadaka Baktım beni sürücü dinlerin seni Ey min kıza vermez ben nazarın seni Kurban olup kametine yüzüyle Şekerden mazalı sen sözünü Lavrada zambazım yut izine Bir kıza vermez ben ağlarım seni Aşığlarım gün yüzünü zardır Köreyden bular kimli yarıdır Aşığlarım gün yüzünü zardır Körene ter bular kimli yarıdır Yol yürüsem yüzlerime dardır Yol yürüsem yüzlerime dardır Kadamından çıkan çağların seni Yol yürüsem yüzlerime dardır Kadamından çıkan çağların seni Ay min kıza vermez ben ağlarım seni Canım olar kara gözlerin seni Min kıza vermez ben ağlarım seni Canım olar kara gözlerin seni Min kıza vermez ben ağlarım
Ey yaşang ustoz. Salomat bo'lasiz, rahmat. Ustoz boringizga shukr. Rahmat, boringizga shukr ustoz. Salomat bo'lasiz. Azizlar, agar qo'llaringiz bo'sh bo'ladigan bo'lsa, shu ustozimiz uchun bitta guduras qasak chalib qo'yamiz ustoz uchun. Rahmat ustoz, salomat bo'lasiz. Bizlar ham siz yo'lingizni beray. Xudoyim bizlar ham sizning bo'lib, shu ulug' inson bo'lib yurishni nasib etsin. Rahmat. Azizlar, endi avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli mana shu bugungi va chiroyli davramizda tashrif buyurib kelib o'tirgan hurmatli akalar, hurmatli opalar, hurmatli uzoq yaqindan kelib o'tirgan aziz mehmonlar, yana bugun sizlar bilan birgalikda ajoyib bir xonadonda, ajoyib bir usullarda, ya'ni Odilbek akamizning xonadonida yana shunday bir chiroyli yaxshi kunga guvoh bo'lib turibmiz. Bu yaxshi kunning sababchilari bo'lib turgan avvalo kelin kuylarimizga kelgusi hayotlarida nimaiki orzu umidlari bo'lsa, hammasi azizlar ro'yobga chiqishida bizlar ham tilakdoshmiz. Ilohim shu ukalarimiz qo'shqani bilan qo'sha qarib baxtli saodatli bo'lib, o'zlaridan ko'palib hammalarimiz havas qiladigan bir chiroyli oila bo'lishini Tangri taolamizdan azizlar chin dildan niyat qilib so'rab qolamiz. Marhamat azizlar, endi yana davralarimizda hammalarimiz uchun aziz bo'lgan, qadrli bo'lgan taomlarimiz tortilib boshlandi. Ina shu taomimizni haq hurmatli azizlar, hozir bir juft yana shu sizlar davramizda o'tirgan akalarimiz tomonidan talab qilingan qo'shiqlar bor. Ana shu qo'shiqlar bilan hozir fayzi davramizda albatta sizlar bilan birgalikda davom etamiz. Ana undan keyin sho'x yella qo'shiqlar bilan albatta mana shu fayzi davramizni sizlar bilan birgalikda davom etamiz. Navbatdagi kuyimiz bilan fayzi davramizni davom etamiz azizlar. Marhamat. Ey dostum, ey dostum, davlating imkoning bo'lsa, tulporing chopariga maydoning bo'lsa, manziling ko'zlagan karvoning bo'lsa, eng avval otangni qadrini bilgil, eng avval onangga yaxshilik qilg'il. Ziynet üstünmez ota onangdan, mol davlat üstünmez ota onangdan, hashamat üstünmez ota onangdan, maishat üstünmez ota onangdan. Eng avval otangni qadrini bilgil, eng avval onangga yaxshilik qilg'il. Qadoq tutib turgan dilbarlar, yiqilsang bir kunda tashlab ketarlar. Odam bo'lib ortga solgil bir nazar, eng avval otangni qadrini bilgil, eng avval onangga yaxshilik qilg'il. Oppoq sochlarda sabr beshigin, ajinlar qatori jabr beshigin, biz ochib kirmasak mehr eshigin, qarsullatib yopsak qadr eshigin, o'lgur ochilmasdan qabr eshigin. Eng avval otangni qadrini bilgil, eng avval onangga yaxshilik qilg'il. Hey dostum, ey dostum, davlating imkoning bo'lsa, tulporing chopariga maydoning bo'lsa, manziling ko'zlagan karvoning bo'lsa, eng avval otangni qadrini bilgil, eng avval onangga yaxshilik qilg'il. Tayin boshqa ishingni qo'y ey ahad qayib, eng avval otangni
shular emasmi? Bor davlatu taxting shular emasmi? Axir sening baxting shular emasmi? Eng avval otangni qadrini bilgil. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Hey do'stim, ey do'stim, davlating imkoning bo'lsa, tulporing chopariga maydoning bo'lsa, manziling ko'zlagan karvoning bo'lsa, eng avval otangni qadrini bilgil. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Eng avval otangni qadrini bilgil. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Azizlar, agar qo'llaringiz bo'sh bo'ladigan bo'lsa, ina shu hammalarimiz uchun aziz bo'lgan, qadrli bo'lgan shu onajonlarimiz uchun, otajonlarimiz uchun bitta guduras qasak chalib qo'yamiz azizlar. Rahmat. Qarsak chalgan qo'llaringiz iloyim hech qachon dard ko'rmasin. Navbatdagi kuyimiz bilan fayzi davramizni davom etamiz azizlar. Marhamat. Yeah. Ko'chalardan kuz qochdi, falak tinmay qor sochdi. Nega bedor sen demang, bilmasam bu uyqum qochdi. Ko'nglimni o'rtar firoq, yorginam mendan yiroq. Ovozini sog'indim, qilsammikan qo'ng'iroq. Ko'chalardan kuz qochdi, falak tinmay qor sochdi. Nega bedor sen demang, bilmasam uyqum qochdi. Ko'nglimni o'rtar firoq, yorginam mendan yiroq. Ovozini sog'indim, qilsammikan qo'ng'iroq. Kel, kel, armon bo'lsin kel. Kel jonim kel, bag'rim to'lsin kel. Mendan bo'lmay gumonda, bo'lsa bo'ldi amonda. Men o'zimdan gapirsam, yolg'izligim yomonda. Qovrunaman hijronda, shundan holim yomonda. Bahor yorim yonida, qor yog'arman tomonda. Kel, kel, armon bo'lsin kel. Kel jonim kel, bag'rim to'lsin kel. Ko'chalardan kuz qochdi, falak tinmay qor sochdi. Kimdir keldimi desam, eshikni shamol ochdi. Ko'nglimni o'rtar firoq, yorginam mendan yiroq. Allamahal bo'lmasidan qilsammikan qo'ng'iroq. Yeah. Qovrunaman hijronda, ko'zlar eshik tomonda. Bahor yorim yonida, qor yog'arman tomonda. Holatimdan bexabar, poralar bo'ldi jigar. Nega qilmas qo'ng'iroq, sog'ingan bo'lsa agar. Kel, kel, armon bo'lsin kel. Kel jonim kel, bag'rim to'lsin kel. Ko'chalardan kuz qochdi, falak tinmay qor sochdi. Shamol yeldimi desam, eshikni yorim ochdi. Yiroq ket mendan firoq, yorginam emas yiroq. Ana
yelkasinden kondura. Yeah. Ana endi buyana sho'x kuylar bilan yalla qo'shiqlar bilan Fayzi davramizni albatta sizlar bilan birgalikda davom etamiz azizlar. Bugungi to'yimizda o'yinimizda niyat qilib o'tirgan shu yerda o'tirgan ammajonlari, xalajonlari, qo'shnijonlari, xudolarimizni hammalaringizni o'yinlara taklif qilamiz. Kuylarimiz, qo'shiqlarimiz azizlar faqat va faqatgina hammasi albatta sizlar uchun. Marhamat. Lablerin bağlı encir, boynunda kılla zencir. Hiç kime okşamıysan, başka sen verdi. Ağaçlarını kakasan, gülüp yaman bakasan. Kaşlarını kakasan, gülüp yaman bakasan.
Şunca serem içinde bana özün yakasan Şunca peri içinde bana özün yakasan Bak bak meleğim al seninki yüreğim Bak bak meleğim al seninki yüreğim Yeah. Oho. Günde giyip ver göynek işin beni göydirler Her gün giyip ver göynek işin beni göydirler Şuncalı kuşrayıp olup azap veresen bilme Saçlarımı örtmeyde koyma yüreğim derde Beni yatıp yandırıp yerde yürüp sen nerede Beni yatıp yandırıp yerde yürüp sen nerede Bak bak meleğim al seninki yüreğim Bak bak meleğim al seninki yüreğim Oho. İşte. Canı da örteyen sözlü iş Ne küylere salması git kızlı iş İcranı da örteyen sözlü iş Ne küylere salması git kızlı iş Hiçbir aşk sevgisiye okşamaz Saadette sadakatli bizni iş Hiçbir aşk sevgisiye okşamaz Ey saadette sadakatli bizni iş Oynab külüm muhabbeti yutudu İkimiz niyam gelimiz başkaçı İş oynaşıp levlerimiz bağlıdır Xumar xumar kan genimiz başkaçı Oynab külüm muhabbeti yutudu İkimiz niyam gelimiz başkaçı İş oynaşıp levlerimiz bağlıdır Xumar xumar kan genimiz başkaçı Yeah. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kayfiyat zo'rmi? Rahmat, rahmat. Ya. Hayrat ile izlerimizden bakıp Reşk kutuda dağda kaldı şımrakıp Hayret ile izlerimizden bakıp Reşk kutuda dağda kaldı şımrakıp Yürüyün seyret eylik çemenler kürküyüm Çekkenize kızıl güllerden dakıp Yürüyün seyret eylik çemenler kürküyüm Çekkenize kızıl güllerden dakıp Oynab külüm muhabbeti yutudu İkimiz niyam gelimiz başkaçı İş oynaşıp levlerimiz bağlıdır Xumar xumar kan genimiz başkaçı Oynab külüm muhabbeti yutudu İkimiz niyam gelimiz başkaçı İş oynaşıp levlerimiz bağlıdır Xumar xumar kan genimiz başkaçı Yeah. birer hatta yarının cefası Muhabbetten tuymasa aşık erkinliğe Afet birer hatta yarının cefası Oynab
külüm muhabbeti yutudu İkimizni yonganimiz boshqacha ish o'ynashib lablarimiz bog'lidan xumor qonganimiz boshqacha o'ynab kulib muhabbati yutdi ikkimizni yonganimiz boshqacha ish o'ynashib lablarimiz bog'lidan xumor qonganimiz boshqacha xumor qonganimiz boshqacha xumor qonganimiz boshqacha Rahmat. Katta Hammalar rahmat. zakat rahmat. Salomat bo'ling, sog' bo'linglar. Chiroyli to'ylar barchaga muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin. Hurmatli mehmonlar, bugun mana shunday shodiyona bilan barchangizni kutlagan holda oldiringizga tortilayotgan taomlardan tamaddi qilib kelin-kuylarga baxtlar tilab o'tirishingizni va ochiq ishtaqalarni tilaymiz. Navbatni biz yana hurmatli mehmonlar Gavhar xonim yigit qizlari raqs jamoasiga beramiz. Ajoyib raqslar sizlar uchun davramizda albatta bo'lib o'tadi. Demak, raqslarni tomosha qilamiz. Qazbek disko boshchiligida Gavhar xonim yigit qizlar jamoasi. Marhamat. Alstapoti ჩამოქონდა ალვისის ჩამონათალი ადეკნაფოტომი ამბე საკვარი შემონათვალი თანინანანინინაო თანინანინანინაო თანინანანინინაო თანინანინანინაო ოგოგოგო კისკისა ქეთამოდით კისკისა წალიმას ვიგობითა გამაძღები გოცნითა თანინანანინინაო თანინანინანინაო თანინანანინინაო თანინანინანინაო Alstapoti çamokona biz çamonatani hadi kokodami hamame sakwadis çamonatani nananani nao nani 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 nao nanani nani nao nani nani nao kogo kogo kispisa çamonit kispisa sarmasvi kokita gamatani kokita nanani nao nani 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 nao nanani nani nao nani 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 nao Rahmat, salomat bo'ling, sog' bo'linglar. Qazbek disko boshchilik jamoaga albatta biz alohida tashakkurlar izhor qilamiz. Salomat bo'linglar. Chiroyli shodiyonalar, qutlug' ayyomlar muborak bo'lsin. Elimizni mana shunday ajoyib to'ylarga xizmat qilib hech qachon xormasizlar. Hurmatli mehmonlar, davrani ajoyib tilaklar, niyatlar ila davom qildiramiz. Bugun xonadonni chiroyli to'ylar bilan qutlab, kelin-kuyovlarga baxtlar tilab ajoyib insonlar davrada ishtirok etyaptilar. Demak, biz ajoyib insonlarni tilaklarini
niyatlarini tilimiz Ko'zvoy doijonlar, Olimboy doijonlar bugun chiroyli tilaklar ila davradalar. Ana o'sha ajoyib insonlar tomon yuzlanamiz. Egningdagi ikki farishta qilmishlaring uchun qozidir. Savob uchun qilguvchi ishda ota rozi, Xudo rozidir. Ona oydur, otadir quyosh, oilaga padar irur bosh. Ezgulikka bo'lsang gar sirdosh, ota rozi, Xudo rozidir. Boqmay tursa shodliklar qiyo, farzandlarga qilganlar duo, elda bir so'z bor doimo, ota rozi, Xudo rozidir. Har bir xonadonni suyangan tog'lari bo'lgan otajonlarimizni tani jonlari sog', aziz boshlari omon bo'lsin. Chiroyli shodiyonaga xush kelibsizlar Ko'zvoy aka, Olimboy aka, ajoyib to'ylar sizlarga, sizlar orqali butun og'a ini, qo'm qarindoshlarga muborak bo'lsin. Ajoyib to'ylardan, qutlug' ayyom, shodiyonlardan, go'zal davralardan boshlaringiz chiqmasin. Ko'zvoy aka, Olimboy aka, ajoyib shodiyonlar sizlarga muborak bo'lsin. Marhamat, tilaklaringiz. Assalomu alaykum, hurmatli davlat qatnashchilari. Mana bugun xudo foydalanib, do'stimiz Maqsudbeking qizlar bilan turmushga chiqartirgan Xudoyim yana kelishuvlar etmay shu vaqtlar bo'lgandan tabriklab kelib o'tirish Alloh taologa ham nasib ro'za aylasin. Hammaning uyida yaxshi kun, to'y tomoshalar bo'laversin. Tabriklaymiz yana bir bora. Rahmat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Inama qo'ng'ishimiz Maqsudbekning yaxshi kunida sherik bo'lib kelib o'tirganlaringizga rahmatlar aytamiz. Maqsud, sana shu yaxshi kuningni tabriklaymiz. Ilohim qizing baxt topqalgan, taxt topqalgan bo'lsin. Sizlarga faqat xizmatlar bo'lsin. Yoshlar baxtli bo'lsinlar. Rahmat. Katta rahmat, tashakkur, salomat bo'linglar, tanajoningiz sog' bo'lsin. Tilagan samimiy niyatlaringiz esa ijobat bo'lsin. Mana shunday quvonchli kunlardan, shodiyonalardan boshlaringiz chiqmasin, xonadonlar esa to'yxona bo'lsin. Katta rahmat, omon bo'linglar. Mana shunday chiroyli tilaklar ila davrani davom qildiramiz, hurmatli mehmonlar. Bugun bir-birlarga yarashib turgan kelin kuyovlarga baxtu saodatlarni tilayotgan ajoyib insonlar bugun davraga tashrif buyurganlar. Amur Temur nomli tantanalar saroyiga bugun tashrif buyurib kelin kuyovlarga baxtlar tilayaptilar. Demak, biz sinfdoshlardan ajoyib tilaklarni tilaymiz. Sinfdoshlar jamoasiga to'ylar muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin, ajoyib shodiyonalardan boshlaringiz chiqmasin. Odilbek akamizni sinfdoshlari bugun mana shunday jo'shqin davraga tashrif buyurib, kelin kuyovlarga baxtlar tilab, do'stlarni chiroyli shodiyonlar bilan qutlayaptilar. Albatta, bank xodimlari bugun chiroyli davrani, hurmatli mehmonlar, Muzaffar akamiz Masharipovni tilaklarini tinglaymiz. Mana bugungi ajoyib to'y, qutlug' ayyom, shodiyona muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar. Ajoyib to'ylar, qutlug' ayyomlari butun do'stlar jamoasiga muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli davramiz qatnashchilari. Shu bugungi oila qurayotgan o'g'limiz, shu farzandimiz, va qo'sha qarag'aysizlar, uzoq umr ko'rgaysizlar. O'zlaridan ko'payib shu o'g'illi, qizli, farzandli bo'lsin. Odilbek Rahmonov, tabriklayman do'stim sizni. Shu Nodira bilan qo'sha qarang, uzoq umr ko'ring, shu farzandlarning rohatini ko'ring. Va shu kenja boyni uylantirganda Xudo xolasa hammamiz shu birga bo'laylik, xatorimizda hech kim kam bo'lmasin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shularning rohatini ko'rish buyursin sizga. Rahmat do'stim. Sog' bo'lasiz, rahmat. Katta rahmat, tashakkur, salomat bo'ling. Tilagan samimiy niyatlar ijobat bo'lsin. Xonadonlar esa to'yxona bo'lsin. Do'stlar, qutlug' ayyom, shodiyonalardan boshlaringiz chiqmasin. Odilbek aka, qarang, bugun do'stlar, qadrdonlar, yaqinlar chiroyli tilaklar bilan davrada ishtirok etyaptilar. Yana chiroyli tilaklarni do'stlardan tinglaymiz. Bizni hurmatli mehmonimiz borlar, akaxonimiz Yuris akamiz bugun mana shunday ajoyib bir davraga tashrif buyurganlar. Albatta, ajoyib to'ylar muborak bo'lsin. Tilavoy akamiz Palvonovni samimiy tilaklarini tinglaymiz. Xush kelibsiz, muborak bo'lsin to'ylar. Marhamat, tilaklaringiz aka. Rahmat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun biz do'stimizni xonadonida yaxshi kunda o'tiribmiz. Mana bu farzandlarning to'yi, Fars to'yi. Jo'ra yoshlar baxtli bo'lsin, qo'sha qarasin, yulduzlari yarashsin. Shu qizimiz baxtga ham bo'lsin xonadoningizga. Baxtli bo'lsinlar. Endi bundan ertaroq sizni
Xudolarni aqtiq bilan tabriklab o'tirish nasib etsin. Hemşe yaxshi kun bo'lsin. Hammaning xonadonida yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Tabriklayman yana bir bor. Omad ishlaydi. Rahmat sizga, rahmat. Katta rahmat. Tillaboy aka omon bo'linglar. To'ylar muborak bo'lsin. Mana shunday quvonchli kunlardan boshlaringiz chiqmasin. Do'stligingiz abadiy bo'lsin. Ana shunday ajoyib tilaklarni qalblariga jo qilgan hurmatli mehmonlarimiz yana davramizda borlar. Keling, endigi chiroyli tilaklarni, niyatlarni albatta 10-son maktabni direktori hurmatli Yakboy akamiz Yaroshovdan ajoyib tilaklarni tilaymiz. Mana bugungi shodiyona muborak bo'lsin. Chiroyli to'ylardan, go'zal davra, qutlug' ayyomlardan boshlariga chiqmasin. Ustozjonlarni ajoyib to'ylar bilan qutlaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Aziz davra qatnashchilari, mana bugun eng bir quvonchli kunda o'tiribmiz. Odilbek do'stim, shu quvonchli kun muborak bo'lsin. Tabriklayman do'stim. Mana bugun shu farzandlaring bir ajoyib yaxshi kununda bir elga dasturxon yozib o'tiribsiz do'stim. Avvalambor sizga sog'lik tilayman, salomatchilik tilayman. Shu Nodira bilan qo'sha qarib shu farzandlarning kamolini ko'rib yurgaysiz Xudoyim. Og'abek, jiyanim tabriklayman. Sog' bo'l, kelin bilan qo'sha qarib. Shu hayotda neki orzu niyatlaringiz bo'lsa ro'yobga chiqsin. Qo'sha qaringlar. Bir kelajagingiz porloq bo'lsin. Ajoyib bir nominali bir oila bo'lib yetishinglar Xudoyim. Men sizlarga hamisha baxt tilayman. Hamisha baxtli bo'linglar. Odilbek do'stim, uyingda hamisha yaxshi kunlar bo'laversin, to'ylar bo'laversin. Umring uzoq bo'lsin. Shu Nodira bilan qo'sha qarib, Xudo xolasa, indigi yil shu yillar seni bir aqtiq bilan ham tabriklab, ko'z oydidan aytib o'tirmoq nasib qilsin. Sog' salomat bo'lasiz. Hammaning uyida to'y bo'lsin, yaxshi kun bo'lsin. Katta rahmat. Yakboy aka omon bo'ling, tanajoningiz sog' bo'lsin. Mana shunday quvonchli kunlardan boshlaringiz chiqmasin. Yoshlarga ta'lim, tarbiya berishdek mashaqqatli va sharafli ishda Allohimdan sizlarga mustahkam sog'lik, oilalaringizga tinchlik, xotirjamlikni tilaymiz. Albatta ustozlar bor, vatanimizni kelajagi, yoshlarimizni kelajagi bor dedilar. Salomat bo'ling, tanajoningiz sog' bo'lsin. Katta rahmat. Demak, yana ajoyib tilaklar ila davrani davom qildiramiz. Odilbek aka, yana bir bor chiroyli to'ylar bilan sizni qutlaymiz. Nodira opam bilan qo'sha qarib, davra-davron surib, albatta farzandlaringizni qaro ko'z shirin so'zlarni, baxt kamolini ko'rib o'tirishni Allohim nasib aylasin. Xonadoningiz to'yxona bo'lsin, yaratgan Allohim nasib aylab, yana yil shu yillardan oldinroq inshaalloh 5 to'ylarda diydorlashni yaratgan Allohim o'zi nasib aylasin. Har bir insonni xonadoni to'yxona bo'lsin. Tilagan samimiy niyatlar esa kelin kuyovlarning sha'nlariga ijobat bo'lsin. Ana endigi tashakkur, salomat bo'linglar. Ana endigi chiroyli tilaklarni, niyatlarni albatta biz ajoyib insonlardan tilaymiz. Nodira opamizni sinfdoshlari borlar, Jasurbek akamiz. Jasurbek akamiz boshchiligida butun sinfdoshlar jamoasini ajoyib shodiyonalar, qutlug' ayyomlar bilan samimiy qilamiz. Sinfdoshlar jamoasiga ajoyib to'ylar muborak bo'lsin. Mana shunday chiroyli to'ylardan boshlariga chiqmasin. Marhamat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Odilbek ham xonadonda yaxshi kun bugun. Nodira klassdosh tabriklayman. Odilbek tabriklayman. Og'abek baxtli bo'lsinlar. O'zlaridan ko'paysinlar. Vaqti kelsin yoshlar, o'zog'i bilan quvontirsin. Istagancha farzand ko'rsinlar. Katta rahmat. Jasurbek aka sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Butun sinfdoshlarga to'ylar muborak bo'lsin. Xonadonlar to'yxona bo'lsin. Mudom mana shunday quvonchli kunlarda diydorlashni Allohim nasib aylasin. Omon bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar. Ana endi mikrofonlar qarshisiga hamkasbimizni Intizori xonni taklif qilamiz. Mana bu ajoyib bir davrada ishtirok etgan sevimli ustozlar borlar. Ana o'sha ustozlarni biz tilaklarini, niyatlarini tilaymiz. Mana bugungi shodiyona go'zal davra, qutlug' ayyom butun ustozlar jamoasiga muborak bo'lsin. Chiroyli shodiyonalardan boshlaringiz chiqmasin. Katta rahmat Ulug'bekjon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bugungi ayyomlar barcha bo'yicha Rahmonovlar solasiga muborak bo'lsin deymiz. Qarang, davramizda o'z kasbi bilan elda e'zoz topgan ustozlarimiz Nigoraxon opamiz bor, Salomatxon opalarimiz bor. O'z kasbi bilan elda e'zoz topgan ustozlarimizdan ezgu tilaklarni eshitamiz. Ustozlarimizga qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin deymiz. Davramizda elimiz ishlarida kamar basta bo'layotgan ustozlarimiz, davramizning aziz mehmoni
qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Salomatjon ustozimizdan, Nigoraxon ustozlarimizdan ezgu tilaklarni eshitamiz. O'z kasbi bilan elda e'zoz topgan ustozlarimizni ezgu tilaklarimizga taklif qilamiz. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin deymiz. Bugungi ayyomlar, to'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz davra qatnashchilari. Mana bugun Nodiralar, Odilbeklar xonadonida shunday o'g'lining baxtli kuni bilan yig'ilishimiz ekan. Avvalo shu ikkala yoshga uzoq umr tilayman. O'zlaridan ko'paysinlar. Shu farzandlarning baxtini ko'rib, taxtina suyanib yurishlarga nasib etsin. Indigil shu kunlar farzand bilan tabriklab kelib o'tirganmiz Xudoyim. Hamisha uylaringiz to'yxona bo'lsin. Tabriklayman. Assalomu alaykum. Bugungi nikoh kechasining aziz mehmonlari, mana bugun Rahmonovlar sulolasida katta to'y. Bu to'yning sababchisi Og'abek hamda Adolatxonlardir. Men shu fursatdan foydalanib, bu ikkala yoshga baxt tilayman. Bularning qurayotgan baxt qo'rg'onlari mustahkam bo'lsin. Neki orzu umidlari bo'lsa, ro'yobga chiqsin. Odilbek, Nodira, sizlarni ham farzandlaringizning to'ylari bilan tabriklayman. Sog'-omon bo'linglar. Kelin-kuyovlar baxtli bo'lishsin. Mahallamizning eng namunali oilalaridan biri bo'lsinlar. Katta rahmat. Bu ko'rganingiz kuyov to'ramiz Og'abekjonni eng sevimli ustozlar edi. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin, ustozlar, farzand ular, boshlagan to'ylaringiz sizlarga ham muborak bo'lsin deymiz. Tog'larni tutguvchi koyasi ustoz, yig'loqi dunyoning doyasi ustoz. Shogirdlar bo'lsa gar bug'doy boshog'i, bug'doyning ildizi-yu poyasi ustoz. Baxtimizga ustozlarimiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Ustozlarimiz farzand ular, boshlagan to'ylaringiz muborak bo'lsin deymiz. Katta rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Onalar bor, olam qo'shiqxonadir. Onalarni maqtasa dil quvonadir. Farzand uchun kim quvonib yonadir. Onadir ul, onadir. Farzand uchun olam oltin olmagan, farzand uchun ne kunlarga qolmagan, farzand uchun kim quvonib yonmagan. Onadir ul, onadir. Baxtimizga onajonlarimiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin deymiz. Bugungi shohona davramizda Nodiraxon opamizni kelin to'ylar bilan muborakbod qilib, eng yaqin qadrdon, sinfdosh degan onajonlari shohona davramizning aziz mehmoni qadrdonlar nomidan ezgu tilaklarni davramizda Xurshidxon opamiz bor. Davramizda ezgu tilaklarni eshitamiz. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli davramiz qatnashchilari. Mana bugun suyukli farzandlarimiz Og'abek va Adolatxonlarning nikoh kechasida o'tirgan ekanmiz. Men bularga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Shu deganima, shu kelinimizning rohatlari buyurg'ay. Ganjabek balam to'ylarimdan shunday deb o'tirish nasib etgay. Sinfdoshlar nomidan arzimas sovg'amiz bor edi. Deganima shuni topshirjak edi. Rahmat. Katta rahmat Xurshida opa, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Katta rahmat, omon bo'ling deymiz. Farzand yurur ona qalbin orzusi. Komil inson qilish uning qayg'usi. Farzand ko'rsa ortar ona sevgisi. Qalbi daryo onadir bu onadir. Baxtimizga onajonlarimiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin deymiz. Shohona davramizda o'tirgan ammajoni, xolajonlarimizni, yon qo'shni, jon qo'shni jonlarni, qudajonlarimizni, Nodiraxon opamizni eng yaqin qadrdon sinfdosh degan onajonlarni yana davramizga, sho'x yalla kuy navolarga, raqslarimizga taklif qilamiz. Demak, hurmatli mehmonlar, yana bir bor barchangizni chiroyli shodiyonlar bilan samimiy qutlagan holda, demak, navbatni yana biz raqs jamoasiga beramiz. Gavhar xonim, yigit qizlar raqs jamoasi ajoyib raqslar bilan yana xizmatingizdalar. Marhamat, kutib olinglar.
جراله البارح كان يبغيني واليوم تغير حاله كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في باله والله حالي بالعاون ومال حبيبي مالو قولوا لي واش جراله البارح كان يبغيني واليوم تغير حاله كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في باله والله عليك بالعاون واشتي مرحبيبي مرحبيبي شوفوا لي مالو بالتالو قولوا لي مالو مرحبيبي مرحبيبي شوفوا لي مالو بالتالو قولوا لي مالو صاحبي كلمني وقال لي نزلني رايحين نسهر رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب طلبت عصير ما انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب شايف عصافير ودماغي بتعمل بام 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 بام